Siz o'zingizni erkin odamman deb hisoblaysizmi? O'z qarorlarini o'zi qabul qiladigan, hayotini faqat o'zi boshqaradigan mustaqil shaxsmisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, unda xolisona ayting. Nega cho'ntagingizdagi 200 grammlik plastik matoh sizni boshqaryapti? Ko'pchilik bu savolni eshitsa, darrov o'zini oqlashga tushadi. Men qaram emasman. Telefon oddiy bir qurilma. Istasam hozir o'chirib qo'yaman, istasam ishlataman. Yaxshi, gaplaringiz chiroyli. Lekin kechagi kuningizni eslab ko'ring. Ishdan qaytdingiz, charchagansiz. Ichingizda qancha niyatlaringiz bor edi? Balki anchadan beri chang bosib yotgan ana foydali kitobni o'qimoqchi edingiz. Balki farzandingizni yonida o'tirib, uning kuni qanaqa o'tganini chin dildan eshitmoqchi edingiz. Yoki shunchaki ertangi kunni muhim ishlarini qog'ozga yozib, rejalashtirmoqchi edingiz. Lekin aslida nima bo'ldi? Uyga kirdingiz, kiyimingizni almashtirdingiz, divanga o'tirib, qo'lingiz o'z-o'zidan xuddi birov buyruq bergandek avtomatik ravishda telefonga ketdi. O'zingizga nima dedingiz? Shunchaki 5 minut qarab qo'yaman. Miyani chalg'itish kerak. Bugun juda ham charchadim. 5 daqiqa. Boshingizni ekrandan ko'targaningizda esa 1,5 soat o'tib ketgan. Ana shu holat. Tanish bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Butun boshli avlod hozir mana shunaqa ahmoqona ssenariy asosida yashayapti. Keyin esa o'zimizga tasalli beramiz. Bugun rosa charchadim-ku, ish og'ir bo'ldi, biroz dam olaman-da. Ertadan hammasini boshqacha qilaman. Lekin mana shu joyda eng katta yolg'on yashiringan. Gap shundaki, bu dam olish emas. Siz miyangizga dam bermayapsiz. Siz shunchaki diqqatingizni ishdagi real muammolardan ekrandagi rang-barang keraksiz axlatga ko'chiryapsiz. Bo'ldi. Kim bilan kurashyapsiz bilasizmi? Avvalo o'zimizni aybdor qilishdan oldin men tanbalman deb so'kishni to'xtataylik. Siz o'zingizcha oddiy bir temir parchasi bilan kurashmayapsiz. Unaqa o'ylamang. Ekranning narigi tomonida siz bilan kim kurashayotganini bilasizmi? Dunyoni minglab eng kuchli neyrobiologlari, psixologlari, dasturchilar va algoritm ustalari bor ekran uyog'ida. Ularning yagona eng asosiy vazifasi bitta. Sizni ekran oldida imkon qadar uzoqroq ushlab turish, sizni irodangizni sindirish va sizni ekranga mixlab qo'yish. Nimaga? Chunki ular sizga telefon yoki ilova sotib boyimaydi. Ular sizni vaqtingizni, sizni e'tiboringizni reklama beruvchilarga sotib milliardlar topishadi. Siz bu o'yinda mijoz emassiz. Siz sotilayotgan tovarsiz. Shuning uchun har bitta video tugashidan oldin keyingisi allaqachon ekranda paydo bo'lib turaveradi. Siz hatto o'ylab ham qaror qabul qilishga ulgurmaysiz. Auto scrolling sizni keyingi qisqa videoga uloqtirib yuboradi. Mana shu haqiqatni bilgandan keyin menda iroda yo'q ekan deb nolishingiz mantiqsizlik bo'ladi. Iroda bunaqa mukammal loyihalashtirilgan raqamli tizimga qarshi yolg'iz o'zini kuchi yetmaydi, dosh bermaydi. Endi nimaga aynan kechqurun bu tuzoqqa chuqurroq tushishingizni tahlil qilamiz. Kun bo'yi siz yuzlab qaror qabul qilasiz. Ishda muammoni hal qilasiz, yo'lda mashina boshqarasiz, oilada kim bilandir murosa qilasiz, byudjetni hisoblaysiz. Psixologiyada bu holatni qaror qabul qilish charchog'i deyiladi. Kechga borib, miyangizni quvvati va iroda resursi tugaydi. U endi murakkab, og'ir va foydali narsalarni xohlamaydi. U eng arzon, eng oson mukofotni, ya'ni dopaminni talab qiladi. Telefon esa aynan mana shu dopamin taklif qiladi. Hech qanaqa jismoniy kuch kerak emas, fikrlash, tahlil qilish umuman talab qilinmaydi. Barmoqni sal qimirlatsangiz bo'ldi, tayyor, rohat. Shuning uchun bu harakat asta-sekin ongsiz refleksga aylanib boshlaydi. Uyga kirish, kiyim almashtirish, divanga o'tirish, telefonni ochish, bularni birortasi sizning qaroringiz emas. Bu miyangizga yozilib qolingan avtomatlashgan zanjir. Siz ongli ravishda bu zanjirni uzib tashlamasangiz, u ertaga ham, indinga ham, 10 yildan keyin ham takrorlanaveradi. Hozir kimdir ichidan men bilan tortishishni boshlaydi. Meni ishim stressli. Kun bo'yi odamlar bilan ishlayman. Kechqurun telefon ko'rmasam chalg'iy olmayman. Buni ustiga telefon menga ish uchun, mijozlar bilan gaplash uchun kerak. Yaxshi, juda yaxshi. Chiroyli va mantiqiy bahona. Lekin o'zingizga xolisona savol bering. Kecha kechqurun 2 soat telefon kovladingiz. Video ko'rdingiz, ijtimoiy tarmoqlarni varaqladingiz. Bugun ertalab o'rningizdan yengil, tetik va kuchga to'lib uyg'ondingizmi? Yo'q. Xuddi kaltaklangandek og'ir turasiz. Xuddi o'sha charchoq, xuddi o'sha kechki quruqlik va ichki asabiylik. Demak, telefon sizdagi stressni yechmagan. U faqat muammoni vaqtinchalik unuttirgan. Xuddi tishi chirib og'riyotgan odam shifokorga borish o'rniga og'riq qoldiruvchi dori ichib yotgandek. Og'riq 2 soatda ketadi, lekin tish chirishda davom etadi. Bundan tashqari, ekrandan taralayotgan ko'k nur miyangizdagi melatoninni ishlab chiqarishni buzadi. Siz uxlagan bo'lasiz, lekin miya dam olmaydi, uxlamaydi. Ertalab
qachog'ingiz chiqib, uyg'onasiz, yana shu sikl yana o'sha takrorlanadi. Aslida nimani yo'qotyapsiz? Hozir so'zlarimni miyangizga yaxshilab o'rnatib oling. Siz bu jarayonda vaqt yo'qotmayapsiz. Vaqt bu bir kichik yo'qotish. Siz eng qimmatli resursingizni, ya'ni diqqatni jamlash qobiliyatini yo'qotyapsiz. Pulni yo'qotsangiz ishlab toparsiz. Lekin diqqatingiz har 5 soniyada bo'linishga o'rganib qolsa, sizni chuqur fikrlash, diqqatni jamlab murakkab birorta bir ish qilish qobiliyatingiz butunlay vayron bo'ladi. Mana shuning uchun hozirgi kunda kitobni 3-4 bet o'qishingiz bilan hushingiz buziladi. Miya darrov boshqa narsaga chalg'ishni talab qiladi. Shuning uchun farzandingiz sizga maktabdagi voqeani to'lqinlanib gapirib berayotganda, siz unga qarab bosh irg'ab qo'yasiz. Zo'r-ku deysiz. Lekin hayolingiz boshqa joyda bo'ladi. Siz uni eshitmaysiz. Turmush o'rtog'ingiz muhim bir gapni aytadi. Siz esa ko'zingizni ekrandan uzmay, "Xo'p, tushundim" deb qutulasiz. Hatto o'zingiz yoqtirgan kinoni ko'rayotganda ham har 10 daqiqada qo'lingiz beixtiyor telefonga yuguradimi? Yuguradi. Biz bunday yarimchala hayotni, bunaqa sovuq va uzilgan munosabatlarni normal holat deb qabul qilishni boshladik. Aslida bu fojia. Bu sizni real hayotdan uzib qo'yayotgan jarlik. Men sizga bugundan boshlab telefonni umuman tashlang demayman. Bu reallikka to'g'ri kelmaydi. Unaqa qila olmaysiz. Lekin biz bu avtomatlashgan qaramlikni kesib tashlashimiz mumkin, shart. Buning uchun yana o'sha ojiz iroda emas, aniq qoida va shafqatsiz intizom kerak bo'ladi. Yechim bu aniq chegaralangan raqamli detoks. Mana shu qoidaga qattiq e'tibor bering, chunki u bugun kechadan boshlab sizni o'zgartiradi. Bugundan boshlab o'zingizga juda ham qat'iy chegara vaqtini belgilaysiz. Tanlang, masalan 21:00, 21:30, uzog'i bilan 22:00. Bundan 1 daqiqa ham kech emas. Shu vaqt kelishi bilan telefonni internetdan uzasiz. Umuman o'chirasiz va o'zingiz uxlaydigan xonadan tashqariga, aytaylik koridorga, oshxonaga, shkafning ichiga, barsetkaga solib sumka bilan olib tashlang. Tamom, unga boshqa tegmaysiz tong otguncha. Muhim qo'ng'iroq kelib qolsa-chi. Axir mening ishim telefonda-ku. Bunaqa deydiganlar topiladi. O'zingizga roz gapiring, oxirgi 6 oy ichida, kechqurun soat 21:30 dan keyin mana shu kelgan xabarlar nechtasi haqiqatdan ham hayot-mamot masalasi bo'lgan. Nechtasi siz daromadingizni kechqurun oshirib yuborgan, kimnidir qutqarib qolgan. 100 tadan 4-5 tasidir, to'g'rimi? Qolgan 95 tasi holatda siz shunchaki zerikish va odat sababli ekranga termilaverasiz. Kimnidir soxta bo'yalgan hayotini tomosha qilamiz, bizga umuman aloqasi yo'q mojarolarni o'qiymiz. Belgilangan vaqtda telefonni o'chiring. Miyangizga aniq signal bering. Ish kuni tugadi. Meni shaxsiy hayotim boshlandi. O'sha telefonsiz qolgan 1-2 soat ichida oilangizni ko'ziga qarab gaplashing. Sukunatni his qiling. O'z fikrlaringiz bilan yolg'iz qolishni o'rganing. Boshida juda ham og'ir bo'ladi. Qo'lingiz qaltirab, xuddi nimadir yo'qotib qo'ygandek telefonni izlaysiz. Mana bu qaramlikning real va fiziologik simptomlari. Ammo bir necha kundan keyin miyangiz tinchlanadi. Uyqungiz qanchalik chuqurlashganini va ertalab qanaqa tiniq bosh bilan, haqiqiy kuch bilan uyg'onayotganingizni ko'rasiz. Kun davomida esa telefonni qo'lga olgan har bir soniyangizda o'zingizga bitta savol bering. Nima uchun kirdim bunga? Hozir aniq javob bo'lsa, okey, mijozga fayl yuborish, marhamat kiring, ishni qiling, darrov chiqing. Lekin javobingiz bilmadim, shunchaki ekranni yoqdim bo'lsa, mana shu joyda to'xtang. Telefonni joyiga qo'ying. Bu qarorni siz emas, sizdagi odat qabul qilyapti. Telefon hayotingizni bir kunda vayron qilmaydi. U sizdan vaqtingizni har kuni 10-15 daqiqadan sezilmaydigan mayda-mayda miqdorda o'g'irlaydi. Lekin 1 yil oxirida ortga qarasangiz yuzlab soatlarni havoga uchirib yuborgan bo'lasiz. O'sha soatlarda siz yangi kasb egallashingiz, ingliz tilini o'rganishingiz, sog'lig'ingizni to'liq tiklab olishingiz mumkin edi. Demak, masalani mohiyati pulda yoki vaqtda emas. Masalani asl ildizi e'tiborda. Sizning hayotingiz qayerga va nimaga sarflanishini aynan e'tiboringiz hal qiladi. Mana shu so'nggi fikrni yaxshilab anglab oling. Kim sizni e'tiboringizni boshqarsa, ertangi hayotingizni va taqdiringizni ham aslida o'sha boshqaradi. Shuning uchun bugundan boshlab o'zingizga men necha soat telefon ishlatdim degan savolni bermang. O'zingizdan bugun meni e'tiborimni va meni hayotimni kim boshqaryapti deb so'rang. Agar javob har kuni ekrandagi algoritmlar, begona odamlar va keraksiz videolar bo'lsa, demak muammo plastik qurilmada emas. Muammo shundaki, siz o'z hayotingizni, rolini o'z ixtiyoringiz bilan boshqalarning qo'liga topshirib qo'ygansiz. Bugun kechasi belgilangan vaqtda telefoningizni o'chirib real hayotga qayta olasizmi yoki yana algoritmlarni itoatkor quli bo'lib qolishni tanlaysizmi?